Alhamdulillah akalar, oxir nihoyat o'xshadi. To'g'risi mana shu sertifikatni olish hozirgi kunda dangi время 4 yil universitetda o'qib diplom olishdan qiyin bo'lyapti. Men o'zimning boshimdan o'tganligi uchun bu gapni gapiryapman. Mana shu sertifikatni olish uchun mana nazariydan bittada o'tdim, lekin vajneniyadan o'zim 4 yildan beri mashina haydab yuraman o'zi. Lekin mana o'xshamas ekan. 2 safar o'xshamadi. Xudo xolasa 3-safar nasib qilgan ekan. Inshaalloh o'xshadi. Mana shu ikkita bo'lmadi, o'xshamadi. O'shanda nima dedim? Bugun nasib qilmagan ekan. Birinchisida shunaqa dedim. Ikkinchisida ham xuddi shunaqa bo'ldi. Bir hafta vaqt bo'ldi, bir hafta ishladik, pulni topdik, 1,200 yana qayta topshirdik. Agar 3-chi o'xshamaganda 4-chisiga ham tayyor edim topshirishga. Inshaalloh 3-chisida nasib qildi. Men bilan o'qiganlar yoki mana shu pravaga harakat qilib yurganlar, nazariydan o'tgan yoki o'ta olmaganlar, sizlarga bitta narsani ayta olaman, faqat davomiy. Bitta o'xshamadimi, keyingi safar Xudo xolasa inshaalloh o'xshaydi. Nazariydan o'tgan bo'lsanglar, 2 oy muhlat beradi. Mana shu sertifikatni olishga 2 oy davomida bemalol 8 marta topshirsangiz bo'ladi. 8 martaning bittasida katta ehtimol bilan o'xshash ehtimoli juda katta. Faqat davomiy harakat. Tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Inshaalloh ertaga prova olsa bo'lar ekan. Charchamanglar, omon bo'linglar. Kommentariyada tabriklar uchun oldindan rahmat kattakon. Joningiz sog' bo'lsin, omon bo'linglar.